Assalomu alaykum Ziyoda telekanali obunachilari, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga mana shunaqa ko'rinishdagi ajoyib yeng bichimi va tikilishini o'rgatib o'taman. Bu fasonimizni har xil ko'ylaklarimizga, oqshom liboslariga va koftalarga tikishimiz mumkin. Unda boshladik. Birinchi navbatda yeng uzunligimizni olib olamiz va 2 sm qo'shib olamiz. Hozir men 42-razmerga yeng bichyapman. 62 sm olishim kerak va yelkamizdan tom qismi uchun, yengimizni tom qismi uchun 15 sm tushib oldim. Bilak aylanasi 30 sm edi. 6 sm qo'shib uni 2 ga bo'lib oldim. 36 sm bo'ldi. Uni 2 ga bo'lganida 18 sm bo'ldi. Endi mana bu ikki buklagan tarafdan 2 sm chokimiz uchun, zborka uchun qoldirib, qolganini tekis chiziq qilib chizib olamiz. Oldingi videomda ham yeng bichimini ko'rsatib o'tganman. Xuddi shunaqa bo'ladi. Mana shu qismini ham 2 ga bo'lib va qolgan qismlarni ham 2 ga bo'lib yengimizni tom qismini hosil qilib olamiz. Yengimizni uchini mana pastki qismida 20 sm qilib uzunligidan qoldirib, unga tekis chiziq chizib oldim. Sababi zborkamiz mana shu qismigacha keladi. Bundan ham uzunroq qilishlaringiz mumkin. Xohishlaringizga qarab bo'ladi. Yengimizni past qismini 14 sm qilib oldim. Mana shu chiziqlarimizni bir-biriga tutashtirib olamiz. Mana bu chiziqgacha hozir endi mana shu qismini tepa chiziqgacha 20 sm chizgandik. Mana shu chiziqgacha kesib olamiz. Undan o'tib ketmasligi kerak. Endi mana bu chiziqlar endi bularni mana oxiriga yetmasdan yarim santimetrda qoldirib kesib olamiz. Yengimiz uzilib ketmasligi kerak. Mana shunaqa qilib oxirigacha shunaqa kesib olamiz. Endi bu andazamiz tayyor bo'ldi. Endi matomizni ustiga mana shunaqa ko'rinishda bir xil qilib chizib chiqamiz. Mana shu oraliqlari bir xilda bo'lishi kerak. 2 bo'lsa 2 sm, 3 sm bo'lsa 3 bo'lib, hamma oraliqlari bir xil razmerda bo'lishi kerak. Mana shunaqa qilib chizib olamiz. Men pastki qismidan qo'shimcha kesib oldim. Bu yoqlarni mana shunaqa qilib olamiz. Endi buni kesib olamiz. Bu fasonimizga material salgina ko'proq ketadi. Hozir shuni birinchi
Bitta qavat yeng bichib oldim. Mana yengimiz bichimi tayyor. Endi mana shu qismini zborkaga taxlab tikib chiqamiz. Mana shu aylana, ikkita aylana qismiga zborka tortib olaman birinchi. Ikkinchi tarafiga ham xuddi shunaqa qilib zborka tikib olamiz. Endi chimini tortib olamiz. Chim tortamiz, o'rtadagi plankamizga to'g'ri kelishi kerak. Ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib plankaga razmer qilib zborka tortib olamiz. Bir xilda qilib zborka qilib oldim. Endi buni tikib olamiz. Zborkalarni yana bir bor tekislab oxirigacha bir xilda qilib taxlab olamiz. Bu tarafini tikib oldim. Endi ikkinchi tarafini ham xuddi shunaqa qilib tikib olamiz. Borkalarni taxlab tikib oldik. Endi yon tarafini yengimiz qo'shib olamiz va tagini qayirib olamiz. Mana endi tepa qismiga zborka tortib ko'ylagimizga tikib olishimiz mumkin. Yengimiz ham tayyor bo'ldi. Mana yengimiz. Zborkani ko'proq qilib, uzunroq qilishimiz ham mumkin. Mana shuning bilan bugungi videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar savolinglar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar kanalimda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimgacha sog' omon bo'linglar.